ليث صبور ريح الشهادة. O'tgan darsda fikr almashish va maslahat qilish haqidagi bobni o'qiyotgandik. Shundan Aksab ibn Soyfiy so'ziga yetganmiz. Aytadilar, maslahat fikr moddasidir. Ya'ni fikrning manbasi. Fikr maslahatdan chiqadi. Go'yoqda odam birovdan maslahat so'raydi-da, to'g'ri fikr oxiri o'zidan chiqadi. Lekin o'sha to'g'ri fikr chiqishiga sabab bo'lgan narsa maslahat so'rash bo'ladi. Chunki so'raganda nimalardir gapirib yuboradi narigi odam. Shundan buni fikrida yangi g'oyalar qo'zib ketadi. Ana shuning uchun ham aytayaptiki, mashvarat bu fikrning manbasi, asosi ya'ni. Yana Ibn Hubayra ba'zi farzandlariga aytgan ekan: "Ey bolam, mustabiddan maslahat so'rama yoki maslahat berma mustabid odamga", deyapti. Chunki siz baloga qolasizda uni bir mustabidligidan. Mustabid degani yana zo'ravon. Dushmanga ham maslahat berma va o'zgaruvchan odamga ham maslahat berma. Chunki u ham bu holatda keyin sizni maslahatingizni bahona qilib o'tiradi. Siz aybdor bo'lib qolasiz. Voy opishqoq odamga ham, ya'ni talashuvchi, tortishuvchi odamga ham maslahat berma. Chunki o'zim bilganidan qolmaydi u ham. Xuddi shuningdek, birinchi bo'lib maslahat so'ralaydigan kishi ham bo'lma. Chunki eng bo'lmag'ur fikr sizdan chiqib qolishi mumkin. Oxirida maslahat bersa odam hamma fikrlarni o'qib, o'rganib, yaxshi bir maslahat bera oladi keyin. Shuning uchun birinchi bo'lib maslahat beruvchi bo'lma, deyapti. Va birinchi bo'lib ishora qiluvchi ham bo'lma, bu ham shunga o'xshagan ya'ni. Va xom fikrdan saqlan. Ya'ni fikr pishmay turib odamlarga maslahat berma. Va maslahat so'rovchi haqida Allohdan qo'rq. Bu omonat dediku. Chunki unga muvofiqligidagina istash malomat, undan eshitishni yomon qilish esa xiyonat. Ya'ni biror kishi masalan sizdan maslahat so'rayotgan bo'lsa, unga muvofiq bo'lishlikni istamang siz. Unga muvofiq maslahat berishni istamang. Yoqadimi, yoqmaydimi unga haq maslahatni bering, deyapti. Agar faqat unikini ma'qullash bo'lsa maqsadingiz, bu malomatlik odamning ishi. Va yomon eshituvchi ham bo'lma, deyapti. Ya'ni u odam maslahat so'rab gapiryaptimi, gapini oxirigacha eshit. Uni yarim gapidan bo'lib, keyin maslahat berishga shoshilish bu xiyonat, deyapti. Yana Sulaymon alayhissalom o'g'illariga aytgan ekanlar: "Ey bolam, biror ishni maslahat so'ramasdan keskin qaror bilan qabul qilma. Chunki sen shunday qilsang hech qachon nadomat qilmaysan." Bilqis qissasida ham o'tdi-ku. Hech bir ishni uzil-kesil qilmayman sizlarsiz deb ayonlariga aytgandi. Shu narsada bu ham. Yana aytiladi: kim fikrini ijtihod qilib, do'sti bilan maslahat qilib ish qilsa, ishi bitadigan odam bo'ladi. Ya'ni ham fikrda ishlatib, o'zi ham do'st bilan maslahat qilib qilish kerak. Shunda ishlar bitadi. Amr ibn Os radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: menga qandayki bir katta ish tushsa ham boshimga, men Qurayshliklardan 10 tasidan 2 martadan maslahat so'rab chiqmaganimcha o'sha ishni bajarmayman degan ekanlar. 10 ta odamdan 2 martadan maslahat so'rab chiqadi. Chunki agar o'shanda to'g'ri topsam oxiri yutuq meniki bo'ladi, ularniki emas. Agar xato qilsam, o'zimni malomat qilmayman, ularni malomat qilaman. Shular maslahat beruvdi-da, shularning gapi bilan bo'ldi deb. Shuning uchun ikkala holatda ham yutqizmayman demoqchi, ya'ni. Yana aytiladi, 2 ish bor, buyuk ish. Ularning birortasi yolg'iz qilinishi mumkin emas, birga qilinishi kerak. Bu ishlar nima? Mulk va fikr. Ana shu ikki narsa bir-biridan ajratilishi mumkin emas. Boshqaruv bilan fikr. Fikrsiz boshqaruv bo'lmaydi. Boshqaruvsiz fikr bo'lmaydi. Ikkalasi ham kerak. Mulk sheriklar bilan to'g'ri bo'lsa, fikr istibdod bilan to'g'ri bo'ladi. Bu esa hech qachon davlat boshqaruviga yaramaydi deb. Ya'ni aytmoqchiki, mulk sheriklar bilan to'g'ri bo'lsa, fikr istibdod bilan to'g'ri bo'ladi degani, mulkda sheriklar bo'lgandan keyin ular bilan fikr almashish kerak, istibdod qilmaslik kerak. Agar istibdod qilsa, ya'ni o'zini fikrini ma'qullab turaversa, bu bilan davlat bo'lmaydi, deyapti. Yana Ahnaf ibn Qays aytadi:
fikrga uringlar, to'g'rilik tug'iladi undan. Va o'shandan shiddatli qarorlar kelib chiqadi. Va aqllaringni doim ayb nazari bilan qaranglar. Chunki ana shunda xato natijasi bilinadi, oqibat yomonligi. Ya'ni doim aqlingga tanqid nazari bilan, xato qilyapti degan nazar bilan qara deyapti. Shunda bilinadi xatoing. Hozir odamlar o'zini hamma narsada to'g'ri fikrlayapman deb qaror qabul qiladi yoki shunaqa o'ylaydi aqlini. Yana aytiladi, ishni kelayotganda olda, keyin ketayotganda yugurma ortidan. Chunki fikrning eng yomoni qaytib ketgani. Yani buni ham o'tgan darsda ishora qildik. Ya'ni bir ish bo'lishdan avval maslahat so'ra. Bo'lib o'tgandan keyin endi nima qilaman deb ortdan yugurib yurma uni deyapti. Fikrning eng yomoni ish bitgandan keyin fikr qilish. Ishdan avval fikr qilish kerak. Ba'zi hukamolar aytgan ekan, kim o'z fikri bilan ajablansa, o'z nafsiga suyab qo'yiladi. Ya'ni o'z fikridan o'zicha to'g'ri deb o'ylaydigan odam ajablanish degani shu. O'ziga bino qo'yib. O'ziga suyab qo'yiladi Alloh tomonidan. Alloh unga yordam bermaydi. Ana o'zing bilag'on ekansan, o'zingdan bilib qilaver deb tashab qo'yadi uni. Unaqa odam keyin uzoqqa bormaydi. Rasululloh duolari bordi-ku, la takinni ila nafsi tarfata ayn. Kiprik qoqqincha meni nafsimga topshirib qo'yma dedilar. Odam halok bo'ladi chunki agar nafsiga topshirilsa. Abdul Malik ibn Marwan aytadi, tildagi xato sharafli odamga ayb bo'lsa, ujub fikrdagi aybdir. Ya'ni masalan tilda xato gapirish bir sharafli odamga uyat bo'lganidek deyapti. Odam o'zidan o'zi faxrlanishi fikrdagi ayb uning ofati bu. Qutaybat ibn Muslim rahimahulloh aytadi, kim o'z fikri bilan ajablanib qolsa, yaroqli kishilardan maslahat so'ramaydi va keyin nasihatga odamga yo'liqmaydi. Ya'ni o'zidan o'zi mag'rurlanib qolgan odam aqlli odamlardan maslahat so'ralmaydigan bo'lib qoladi. Keyin nasihatga yo'liqmaydi hech qachon. Hech kim unga foydali maslahat bermaydi keyin yani. Yana Buzurjum Hiro aytadi, hayvon qanchalik kuchli bo'lsa ham qamchidan hojatmand bo'lmaydi, behojat bo'lmaydi. Va ayol kishi qanchalik iffatli bo'lsa ham erdan behojat bo'lmaydi. Kishi qanchalik aqlli bo'lsa ham mashvaratdan behojat bo'lmaydi degan ekan. Hozir oxirgisi bizga tegishli, lekin avvalgi ikkitasi ham foydali gaplar. Masalan, hayvon, ot qanchalik kuchli, g'ayratli bo'lsa ham, lekin baribir qamchilash kerakmi yugurish uchun? Ana shunga o'xshab deyaptiki, erkak kishi ham qanchalik aqlli bo'lmasin, maslahat qilish kerak baribir. Yoki ayol kishi ham qanchalik iffatli bo'lmasin, yerga tegish kerak baribir. Men o'zimni saqlayman deb yuravermaydi ya'ni. Yana Abdul Malik ibn Marwan aytadi, men maslahat qilib turib, xato chiqsa ham keyin maslahat, bu menga suyukliroq maslahatsiz to'g'ri ish qilganimdan ko'ra. Nimaga deyishingiz mumkin? Chunki ana o maslahatsiz to'g'ri chiqqan ish bir to'g'ri chiqib qoldi endi. U 99% noto'g'ri chiqadi odatda, 1% to'g'ri chiqib qolgan. Shuning uchun ham hozir bu bitta to'g'ri chiqqan bilan xursand bo'lmaslik kerak deyapti. Aksar holda noto'g'ri chiqadi maslahatsiz bo'lgan ish. Xo'p, maslahat bilan bo'lgan ish bittasi xato chiqib qolgan taqdirda ham odatda 99tasi to'g'ri chiqadi. Shuning uchun ham aytayapti, maslahat bilan ish qilganim, xato qilganim menga suyukliroq, bemaslahat ish qilib to'g'ri qilganimdan. Yana Qutaybat ibn Muslim aytadi, jamoat bo'lib turib xato qilish yakka bo'lib olib to'g'ri topishdan yaxshidir. Mana, bu ham shu qoidaga o'xshagan narsa. Ya'ni bitta o'zimman men deb ajralib olib hammadan to'g'ri ish qilyapman degandan ko'ra, xato ish qilayotgan bo'lsa ham jamoat bilan qilgan yaxshi. Endi bu yerda ham o'sha xatoni chegarasi bor-da, qizil chiziq. Ya'ni shariatdagi munkar darajaga, katta bir gunoh darajaga bormaslik kerak albatta, ya'ni. Ijtihodiy masalalar bo'lishi kerak. Shuning uchun kelib chiqib aytamizki, masalan, bir o'lkada Hanafiy mazhabga amal qilinyaptimi? Xo'p, Hanafiy mazhabdagi qo'lni ko'tarma, ominni aytma degan narsalar xato deylik, ya'ni. Lekin jamoat bo'lib turib o'sha ishni qilgan yaxshiroq. Chunki bu xato haligi qizil chiziqqa borgan xato emas. Ijtihodiy masala. To'g'riroq deyiladi narigi tomonda. Buni qip-qizil munkar xato deyilmaydi, ya'ni. Bu unchalik rojih emas deyiladi.
Ana shunaqa narsalarni aytyapti, ya'ni. Jamoat bilan bo'lib turib xato qilgan, o'zicha ajr olib to'g'ri qilgandan yaxshi. Chunki jamoat to'g'ri topmagan taqdirda ham deyapti. Jamoat xato qilmaydigan bo'lmagan taqdirda ham. Yakka odam har doim to'g'ri topavermaydi baribir. Ya'ni aytayaptiki, jamoat xo'p xato qilibdi, mayli. Lekin yakka odam ham har doim to'g'ri topavermaydi-ku. Yuqoridagidek, jamoat 100 tadan bittada xato qiladi. Yakka odam bo'lsa 100 tadan bittada to'g'ri topadi. Shuning uchun uni bitta to'g'riligiga aldanmaslik kerak. Jamoat xato qilmaydigan bo'lsa, yakkalik bo'lsa, to'g'ri topmaydi odatda, deyapti. Yana xalifa Ma'mun aytadi. 3 narsa borki, kishi unda rushtini yo'qotmasligi kerak. Ya'ni shularni boy bermaslik kerak. Birinchisi, nasihatgo'y kishidan maslahat so'rash. Ikkinchisi, hasadgo'y bilan muomala qilish. Uchinchisi, odamlarga muhabbat qozonish. Oqil odam mana shu narsalarni yo'q qilmaslik kerak o'zining siratidan. Nasihatgo'y odamdan maslahat so'rang, deyapti. Hasadgo'y bilan muomala qiling. Ya'ni o'chakishmang u bilan. Va odamlarga muhabbat qozoning. Menga ishim yo'q, meni qizig'i yo'q menga deb bilgani qilib ketavermaydi. Imkon qadar ularning muhabbatini qozonadi. Yana Umar ibn Xattob roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, u kishi bir ishda maslahat so'rar ekanlar. Hatto ayollardan maslahat so'rashdan ham orqamas ekanlar. Va ayollarning fikrida ham fazilatni ko'rar ekanlar. Bu misolini Ummu Salama onamiz qissasida aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hudaybiya sulhidan keyin u kishini oldiga kirdilar. Ashoblarga buyursam itoat qilmayapti deganlar. Ummu Salama onamizdan to'g'ri fikr chiqdi o'shanda, ayol bo'lsa ham. Bilqis qissasida ham aytdik. Katta-katta erkaklardan chiqmagan to'g'ri fikr Bilqisdan chiqdi. Hadya jo'natib sinab ko'rish Sulaymon alayhisalom. Yana aytiladi, qandayki qavm bir ishga agar to'plansalar, so'ngra ayoldan maslahat so'rasalar, Alloh ishlarini yakson qiladi ularni. Endi bu yuqoridagiga teskari emas. Yana bir ayoldan maslahat so'rash kerak, to'g'ri chiqadi deydi-ku. Bu yerda o'shaning aksi bo'lyapti-da. Ayoldan maslahat so'rasang, ishing barbod bo'ladi, deyapti. Bu nimaga aytilyapti, qarang. Bir ishga kelishgandan keyin erkaklar ittifoq qildik bir narsani to'g'ri deb. Bo'ldi, endi ayoldan maslahat so'ralmaydi. Chunki ayoldan maslahat so'rasang, ishing yakson bo'ladi, deyapti. Sabab odatda ular ana shu masalan tinch o'tirish, indamaslik, shunaqa narsalarga targ'ib qiladi-da. Yoki hissiyot, shunaqa narsalar bilan qaror beradi. Agar hali hech kimdan maslahat chiqmayotgan bo'lsa, borib fikrini olaverishda ayollarda zarari yo'q. Lekin bir narsaga qaror qilindimi, endi ayoldan maslahat so'ralmaydi. Shunday ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, la yufliha qawmun wallau amrahum imro'a. Ishlarini ayolga topshirgan qavm hech qachon baraka topmaydi deganlar. Maslahat so'ragan deyaptilar, qarang. Ish bitgandan uni topshiradi ayolga. Ana shu bebaraka bo'ladi. Va yana aytiladi, kim maslahat paytida birodarlardan ruxsat talab qilsa va fuqaholardan shubha paytida ruxsat yoki fatvo talab qilsa, tabiblardan kasallik paytida maslahat talab qilsa, fikrni xato qilibdi, o gunoh olibdi va kasalligi ziyoda bo'libdi. Ya'ni aytmoqchiki, birodarlarni maslahat so'rarkansan, ruxsat chiqarib berishlarini istab maslahat so'rama. Ko'p odamlar shunaqa-ku. Maslahat so'ramaydi, o'sha o'zini gazagiga dori qilib berishingizni istaydi. Shunaqa qilsang deyapti, gunohkor bo'lasan, xato qilasan. Yoki fuqaholardan ham shunaqa masalan. Borib fatvo so'rayotadi ba'zilar. Asli fatvo so'ramaydi, ruxsat so'raydi. Ya'ni uni o'sha o'zi o'ylab o'tirgan narsasiga dalil chiqarib berishlarini so'raydi. Bu odam ham gunohkor bo'ladi. Yoki kasal paytda ham odam tabibdan maslahat so'rasa, kasalligi ziyoda bo'ladi. Ya'ni kasallikdan avval maslahat so'rash kerak demoqchi. Nima qilish kerak kasal bo'lmas uchun? Abu Umar ibn Abdulbar rahimahulloh aytadilar, istibdod shuning uchun ham jamiki hukmronlarda yomonlanadi. Istibdod degani bemaslahat o'zboshimcha ish qilish. Maslahat esa hamma ulamolarda maqtalanadi. Mustabidlikka rozi bo'lgan kishi yo'q tarixda, ya'ni ulamolar ichida. Shuni ma'qullagan odam. Kim bunga agar ma'qullab rozi bo'lsa, yo u fitnalangan odam, yoki o'zini lazzatini talab qilib, o'zini o'zi aldab yurgan odam, havoy nafsiga ergashib, ya'ni. Yoki g'aflat paytidagi bir odamlarni
g'aflatidan foydalanib undan o'ch olishni istayotgan odam bo'ladi. Mustabidlikni oqlayotgan odam deyapti. Bir odam masalan qasdi bor, undan o'ch olmoqchi, shuning uchun hech kimning gapiga kirma, o'zingning qalbingga qara deb unga maslahat beradi-da, o'ch oladi shunaqa bundan. Shuning uchun ham odam mana shunaqa odamlarga aldanmaslik kerak. Sizga haligi o'zingiz bilganingizni qiling. Nima deb o'ylasangiz ham o'z to'g'ri qilasiz, deydigan odam ba'zan dushman bo'lishi mumkin. O'ch oladi sizdan shunaqa qilib. Mustabidlikka harakat qiladi, ya'ni. U fursat kutib o'tirgan bo'ladi. Bunaqa odamlar fosiq odamlar deyapti. Ya'ni o'zini havosiga yo'l ochish uchun mustabidlik qilayotganlar ham yoki birovdan o'ch olish uchun unga mustabid bo'lishni maslahat berayotganlar ham fosiq odamlar bular. Hasan Basriydan so'ralgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu so'zlari haqida. Mushriklarni olovlaridan ziyo topmanglar deganlar. Ya'ni mushrikning olovini, yorug'ini tagida ham o'tirma. Nima degani shu? Endi kofirlarning olovini tagida o'tirmaslik kerakmi? Shunda u kishi aytgan ekanlar, mana qarang. Ya'ni bu degani mushriklardan biror ishingda maslahat so'rama. Ularning ra'yini olib ish qilma. Mushriklarni olovini tagida ziyolanma degandan maqsad shu deyapti. Uni yoqqan olovini tagida o'tirma degani emas. To'g'ri, bunday tushungan ulamolar ham bor. Bu ulardan imkon qadar uzoq bo'lish uchun haligi olovi bir-biriga ko'rinmasin degan hadisning ma'nosida deyishgan, ya'ni. Haqiqiy zohiriy ma'noga ko'ra tushunibdi, ya'ni. Lekin aksar ulamolar unday emas, buni o'sha majoziy ma'noda deb aytadi. Ulardan maslahat so'rama degan.